yo'g'ini hech kimga eshitmasdan mo'min buzasan, hech kimni sut put demasdan buzib tashlaysan. Bugunni o'ziga buzib tashlaysan. Narsapot ichidagi odamdan ko'mib tashlaysan. Hokimning hissiyoti sudni mensimaslik ifodasi emasmi? Ijtimoiy tarmoqlarda Buxoro viloyati hokimi Botir Zaripovning xususiy bog'chalarni sud qarorisiz buzish haqidagi bayonoti ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Videoda hokim mas'ullarga huquqiy hujjatlari mavjud bo'lmagan xususiy bog'chalarni zudlik bilan buzish va hatto ichidagi odamlari bilan ko'mib yuborish haqida ko'rsatma bergani aks etgan. Buxoro viloyati hokimligi o'z rasmiy munosabatida ushbu bayonotni ayrim rahbarlar javobgarlikka chaqirish maqsadida hissiyot bilan aytilgan deb baholadi. Hokimlikka ko'ra, gap sud qarorini inkor etish emas, balki bog'cha atrofidagi ruxsatsiz qurilgan yo'lakni buzish haqida aytilgan. Munosabatda viloyatda qonun ustuvorligiga qat'iy rioya qilinishi iddao qilinibdi. Sud qonun ustuvorligini ta'minlovchi oliy organ emasmi? Aslida qonun ustuvorligini hokim ta'minlaydimi yoki hokim janoblari mensimay tilga olgan sudmi? Agar sud qarorisiz hokim topshiriq berib, ichidagi odamlari bilan buz deb amr bersa, u holda sudning o'rni va vakolati qayerda qoladi? O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga ko'ra, sudlar qonun ustuvorligini ta'minlaydigan mustaqil va oliy organlardir. Demak, biror obyektning qonuniy yoki noqonuniy ekanini aniqlash, buzish, mulkdan mahrum qilish haqida qaror chiqarish faqat sud vakolatida. Hokimlik bayonotni hissiyot bilan aytilgan deya oqlashga urinayotgan bo'lsa-da, yuqori mansabdor shaxs nutqi shaxsiy hissiyotlardan emas, davlat tilidagi mas'uliyat va huquqiy aniqlikdan tashkil topishi kerak. Aks holda bunday chiqishlar jamoatchilikda qonun ustuvorligini emas, amaldor istagining ustuvorligi haqida tasavvur uyg'otaveradi.